Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdağacı Rozi. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü İslağaş Keman 22. yıl 4. ayının 21. günü vatandaş. Vaziyet doğrusu dişki kelime. Tuyuksuz tarqalgan haber. Prezident Vladimir Putin Litvaga askar çıqaramda Rusya Baltık boyudaki 3 devletinin Rusya'daki elçixanalarını taqaydiganligini e'lon qildi. Maşan Şinbin, Maşan axboroti YouTube 4. ayının 21. günü. Lichang bilan kurash qilish. Yin-yung bilan kurash qilish. Virusni o'lguchi tozalash va 20. qurultay. Buningdagi Lichang degan bu Xi Jinpingning odami ekan. Hozir Shanxay shahar boshlig'i qilib belgilasa, Shanxay shahar xalqi yoki qatlam-qatlamdagi hukumat organlari bu kishining rahbarligini qabul qilmadi. İkinci qatimda Yin-yung degan kishi bu kishi reis Xi Jinpingning qo'l ostidagi odam yoki reis Xi Jinping guruhidagi odam ekan. Bu odamni Shanxay shahriga boshliq qilib tayinlasa, Shanxay shahri buni qabul qilmadi. Shunga bu yerda nima deydi? Yin-yung bilan kurash qilish, Lichang bilan kurash qilish. Bu Shanxay xalqining kurash qilishi anda 20. qurultay. YouTube 4. ayının 21. günü pulga qaraydigan yillar. Vaziyat mana shu Ukraina tarafdan vaziyati yuqoridak. Jungo tarafdan vaziyati bundaq. Vatandaşım. Endi rasmiy leksiya kelaylik. Tunugullardan biz Michel Bachelet xonim Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komitetining komissariyat Jungoni va Uyg'uriston'ni ziyorat qilishi to'g'risida xabarni sizlarga anlatdik. Endi bugun yetib kelgan xabar yoki leksiya nima? Jungo majburiy emgakka selishga qarshi turish ahdnomasiga imzo qo'ydi. Bu 100 xatir uchunki hargiz ijro qilinmaydi. Mavzula xabar 4. ayının 20. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlanadi. Jungoda Uyg'uriston masalasi, ya'ni Xinjiang masalasi xalqaro jamiyatning ayblashiga va embargo qilishiga uchrayotgan bir paytda 4. ayının 20. günü ahırlaşkan Jungo Kompartiyasının Rezink tamgısı hesaplanğan Memleketli Xalq Vakillər Qurultayının 34. qatımlıq yığını Xalqaro Əmgəkçilər Təşkilatıga a'zo davlatlar allaqachon ma'qullagan 1930 yillik majburiy emgak ahdnomasiga imzo qo'ydi va tasdiqladi. O'xshashli bir kunda 1957 yillik majburiy emgakni bekor qilish ahdnomasiga imzo qo'ydi, tasdiqladi. 1930 yillik majburiy emgak qarshi turish ahdnomasi kechiringlar. İmza qo'ydi, tasdiqladi. Uyg'uriston masalasi, ya'ni Xinjiang masalasi bo'libmi, Xinjiangda majburiy emgakka selish Jungo bilan Amerika va Yevropa ittifoqi munosabatlariga putlakashon paydo qilgan edi. Fransiya agentligi bunda xabar qildi. Bundan burun Xalqaro Emgak Tashkiloti Mutaxassislar Komiteti 2. ayda Jungoda sonliq millat va diniy e'tiqod guruhlariga qanday muomala qilayotganligi to'g'risida bo'libmi, Xinjiangda mustamlik Uyg'uristonda qanday muomala qilayotganligini qattiq diqqat qilamiz deb ifoda bildirgan. 2. ayda Xalqaro Emgakchilar Tashkiloti bugun Jungoning Xalqaro Emgak Tashkiloti ILO'ning
mecburi emgakka selish to'g'risida xalqaro ahdnoma, ya'ni mecburi emgakka selishga qarshi turish to'g'risidagi xalqaro ahdnomaga imzo qo'yganligi va tasdiqlaganligi Yevropa İttifaqının ikki taraf mablag' selish kelishimini tasdiqlagan mazmunlarning bir qismidir. Xitoy bugun bunun qo'l qo'ydi, chunki Yevropa İttifaqı Jungo Yevropa İttifaqı o'rtasidagi qo'sh taraflik mablag' selish kelishimiga imzo qo'yganligining bir tarafidir yoki bir qismidir. Yevropa uni qildi, Xitoy buni qildi. Demak, bu yerda yolg'onchilik qilib, rostchilik degan ish yo'q. Mecburlash bilan qabul qilish degan munosabat bor vatandosh. Xalqaro emgakchilar tashkiloti yaqinda Amerika Bloomberg agentligi tarqatgan bir qancha bayonotida bunday ko'rsatdi. Mecburiy emgakni bekor qilish xizmatimizda bir turlik prinsip va huquqdir. Shuningdek, Jungoning bu negizlik ahdnomani tasdiqlaganligi zo'r ahamiyatga ega. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden o'tgan yil 12 oyning 23 kuni Uyg'urlarni majburiy emgak selishdan saqlanish qonuniga imzo qo'ydi. Bu yil 6 oydan boshlab Xinjiangda, ya'ni mustamlik Uyg'uristondan tovar mallar import qilish cheklanadi. Demak, oldimizdan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'uristondan tovar mallarni eksport qilish cheklanadi. Şirketler bu mahsulotlar mecburi emgak bilan ishlanmagan deb isbot berolmaydi ekan, Xinjiangdan mahsulotlarni import qilish cheklanadi. Jungo bilan Yevropa İttifaqı 2020-yilning oxirida ikki taraf mablag' selish kelishimi imzolamoqchi bo'lganda, Yevropa İttifaqı Xinjiang masalasi, ya'ni Uyg'uriston masalasi tufayli kelishim imzolashni to'xtatib qo'ygan edi. Orqadan ikki taraf Yevropa İttifaqı va Jungo bir-biriga qarshi embargo yurgizishgan va bir-biriga qarama-qarshi embargo siyosatini yo'l qo'ygan edi.